Assalomu alaykum hammaga. Siz Film News kanalidasiz. Bugungi videoda sizlar bilan Mortal Kombat 2 filmi haqida gaplashamiz va filmni tahlil qilamiz. Video qiziqarli bo'ladi, shu uchun oxirigacha ko'ringlar. Qanunda boshladik. Mortal Kombat 2 filmi birinchi filmdan ko'ra ancha yaxshiroq bo'lgan. Birinchi qismda bizga turnir emas, shunchaki janglar ko'rsatilgandi. Ikkinchi qismda esa biz turnirni va o'yinlardagi jang maydonlarini ko'rdik. Ikkinchi qism birinchi qismdan ko'ra ko'proq o'yinga asoslanib, fatalitylar ko'p va personajlar ham ko'p. Ikkinchi qismda Mortal Kombat tarixiga asoslangan voqeani ko'rdik. Ikkinchi qismning asosiy o'zi esa olamlar hukmdori Shao Kahn bo'ladi. Qisqa qilib, u filmda yer olamini ham o'ziniki qilishga reja qiladi, lekin rejasi o'xshamasdan o'ladi. Mortal Kombat 2 2020-yilda chiqqan Mortal Kombatning davomidor rejissor yana Simon McQueen bo'lib, filmda nihoyat haqiqiy Mortal Kombat turniri boshlanadi. Asosiy o'z kuch Shao Kahn. Film juda qonli, brutal fatality sahnalar va ko'plab mashhur o'yin personajlari bilan to'la bo'ladi va grafika janglarga kelsak, hammasi joyida va yaxshi. Men kinoteatr versiyasida ko'rgan bo'lsam ham grafika uncha yomon emasdi, lekin baribir filmning raqamli ko'rinishi chiqqanda grafika va film atmosferasiga baho beramiz. Film birinchi qismdan keyin yer jangchilari g'alabasidan keyin boshlanadi, ammo Shang Tsung mag'lubiyatdan keyin Outworld imperatori Shao Kahnni chaqiradi. Shao Kahn yer olamini bosib olish uchun rasmiy Mortal Kombat turnirini boshlaydi. Agar yer olami yutuqsa, yer Outworldga qo'shib olinadi. Bu safar markaziy jangda faqat Kung Lao emas, filmning asosiy qahramonlari Johnny Cage, Kitana, Liu Kang, Scorpion, Sonya, Kung Lao bo'ladi. Ayniqsa Johnny Cage va Kitana filmning asosiy qahramonlari qilib ko'rsatiladi va ularning ekran vaqti ham ko'proq. Johnny Cage rolini bu safar aktyor Karl Urban ijro etadi. Uni siz Yigitlar serialidagi Billy Butcher rolidan yaxshi taniysiz. Johnny avvaliga oddiy kino yulduzi sifatida ko'rsatiladi. U Mortal Kombat haqiqiy ekaniga ishonmaydi, keyin Raiden uni turnirga olib keladi. Film davomida Johnny asta-sekin haqiqiy jangchiga aylanadi, o'zining arkana kuchini ochadi. Kitana bilan yaxshi munosabatda bo'lib ketadi. Nega bunaqa deyapman? Chunki Kitana filmning boshida Johnnyning birinchi jangida uni o'ldirib qo'yishga ozgina qoladi. Final janglarda Johnny Cage muhim rol o'ynaydi. Ko'pchilik muxlislarga Karl Urban ijrosi juda yoqqan va filmning eng kuchli taraflaridan biri bu Karl deb aytishgan. Yana bir yangi va mashhur personajlardan biri Kitana Outworld malikasi sifatida tanishtiriladi. U boshida Shao Kahnga xizmat qiladi, ammo keyinchalik yer olami tomoniga o'tadi. Jade bilan avvaldan do'st bo'ladi, lekin Jade Kitana yer olami tarafida bo'lgani uchun o'zi qaysi tarafni tanishni bilmay qoladi va oxiri u ham Shao Kahnga qarshi chiqib yer olami tomonga o'tadi. Finalda Shao Kahnni o'ldiradi. Film oxirida aynan Kitana Outworld Edenia malikasi bo'ladi. O'z asrida Kitananing olamini Shao Kahn turnir orqali qo'lga kiritadi va final jangda Shao Kahn Kitananing otasini o'ldiradi. Shundan keyin Kitana Shao Kahn qo'lida qolib ketib, uni qo'lida katta bo'ladi va oxiri baribir Shao Kahnni o'ldiradi. Aytganimdek, Mortal Kombat 2 filmning asosiy syujeti Shao Kahn turnir boshlab yer olamini bosib olishi bo'ladi. Shu uchun videoda faqat yangi jangchilar va birga-bir janglar haqida gaplashamiz. Mortal Kombat 1 filmining asosiy qahramonlaridan biri Liu Kang ikkinchi qismda o'ladi. U Shao Kahnga qarshi jang qiladi va uni yengadi. Lekin degan joy bor. Shao Kahn jangdan oldin Shinnok amulet nomli artefaktni qo'lga kiritib, uni ishlatadi va o'lmasga aylanadi. Bunda Shao Kahnni ikkiga bo'lib tashlasa ham, bo'ynini kessa ham qayta tiklanaveradi. Filmda Liu Kang Shao Kahnni o'ldiradigan zarbalar beradi, lekin o'lmaydi va Liu Kangni o'ldiradi. Liu Kang yerning asosiy himoyachilaridan biri edi. Xo'sh, yana bir filmdagi asosiy janglardan biri bu Scorpion va Noob Saibot o'rtasida bo'lib o'tdi. Sub-Zero keyinchalik birinchi filmdan keyin Noob Saibotga aylanadi. O'zi Sub-Zero Noob Saibotga qanaqa baylangan? Mortal Kombat Loray'da birinchi Sub-Zero Bi-Han bo'ladi. Uni Scorpion o'ldirgach, keyin u Quan Chi uning ruhini buzib, qorong'u Wraithga aylantiradi. Shu holatdan keyin u Noob Saibot nomini oladi. Keyingi o'yinlarda ko'rinadigan yaxshi Sub-Zero esa Bi-Hanning ukasi Kuai Liang bo'ladi. Ya'ni hozir ham Sub-Zero bor, lekin u eski Sub-Zero'ning ukasi bo'ladi. 2021-yildagi Mortal Kombat filmida ham Bi-Han ishlatilgan va mana ikkinchi qismga kelib Noob Saibotga aylandi. Komikslarda va o'yinlarda Noob Saibot soyalarni boshqargan, teleport qilgan, Shadow Clone yaratardi va juda xavfli asosiy hisoblanardi. U Mortal Kombatdagi eng mashhur Fallen Warriorlardan biri sanaladi va filmda ham u Scorpionga qarshi jangda barcha sanab o'tgan kuchlaridan foydalanib, Scorpion bilan jang qildi va filmda ham u Scorpionga qarshi jangda barcha sanab o'tgan kuchlaridan foydalanib Scorpion bilan jang qildi va baribir Noob Saibot qanchalik kuchli bo'lsa ham, Shadow Clone bo'lsa ham, ya'ni o'sha soyasi, Scorpion uni yengadi va o'ldiradi. Keyinchalik 3-qismda Sub-Zero chiqsa, u o'zi emas, yaxshi tarafda bo'ladi.
bo'ladi. Shao Kahnga kelsak, Shao Kahn yengilmas bo'lgandan keyin uni yengishi bitta yo'l bor. Bu ham bo'lsa Shinnok amulet artefaktini yo'q qilish. Filmda bu ishni Jonni Kej qiladi va aynan o'sha vaqtda Jonnining yashirin kuchlari uyg'onadi. So'ng Jonni, Kano, Hanzo Hasashi Scorpion va Jet bilan birgalikda Shinnok amuletini parchalashadi. Amulet yo'q qilingach va shundan keyin Kitana Shao Kahnni o'ldirib, barcha qullikdagi olamlarni ozod qilib, Outworld malikasiga aylanadi. Xullas bu voqea filmning so'nggi final jangi hisoblanadi va film tugaydi. Filmda o'xshab so'laganda 7 ta duel jangi bo'lib o'tadi. Birinchisi Jonni Kej va Baraka jangi. Jonni Kej tunuridagi ilk katta jangini Barakaga qarshi qiladi. Jonni avval qiynaladi, keyin Arken kuchini ochadi, Barakani brutal usulda mag'lub qiladi. Ikkinchi jang Kitana Jetga qarshi filmning eng hissiy janglaridan biri. Jet Shao Kahnga sodiq qoladi, Kitana esa yer olamiga yordam beradi. Shundan keyin ular o'zaro duel qilishadi. Bu jang juda akrobatik va tezkor uslubda ishlangan. Xullas shunaqa qilib jang tugaydi. Uchinchisi Scorpion va Noob Saibot jangi. Eng hype janglardan biri bo'lgan. Boya bu jang haqida ma'lumotlarni berdim. Noob Saibot soyalar orqali teleport qiladi, Scorpion esa Hellfire ishlatadi. Jang juda brutal bo'ladi. Muxlislar aynan shu jangni filmning eng zo'r faytlardan biri deb aytishmoqda. To'rtinchisi Sonya Blade Sindelga qarshi. Sindel Revenant holatida chiqadi. Sonya og'ir jangdan keyin baribir g'alaba qozonadi, lekin o'lishiga ham ozgina qoladi. 5-chi jang esa Yax va Jet o'rtasida bo'lib o'tadi. Jet o'zining staff qurolidan foydalanadi. Yax kuchli zarbalar bilan javob qaytaradi va Jet Kitana do'sti bo'lgani uchun Yax uni o'ldirmaydi. Keyinchalik Shao Kahn, Yax va boshqalar tumorni oshga kelishganda Shao Kahn Yaxni o'ldiradi. 6-chi jang Kolyang Shao Kahnga qarshi. Bu jangni ham boya aytdim. Kolyang Shao Kahn bilan jang qiladi, lekin kuchi yetmasdan o'ladi. Shao Kahn o'lmas bo'lgani uchun. Va 7-chi final jang Kitana Shao Kahnga qarshi. Shao Kahnga qarshi Kitana jang qiladi. Jonni va boshqalar tumorni yo'q qilib unga yordam berishadi. Kitana Fan Blade qurollari bilan Shao Kahnni o'ldiradi. Bu filmda Flawless Victory momenti sifatida ko'rsatiladi va Kitana qirolicha bo'lgach film tugaydi. Film oxirida Kitana Edenia malikasi bo'ladi. Quan Chi qo'lga olinadi, Kung Lao tiklanadi va Mortal Kombat 3 setup qilinadi. Film hozirda $80 million budjeti bilan $120 million ko'proq kassa yig'gan. Shu ketish bo'lib film yaxshi kassa yig'a olmasa, biz 3-qismni ko'rmaymiz, chunki ikkinchi qism kassada omadsiz bo'ladi. Shunaqa qilib ikkinchi qism juda ham qiziqarli janglarga boy, fatalitalarga boy bo'ldi va esingizdan chiqib qoldi. Ikkinchi qismda yana aka-uka jang qilishdi, ya'ni Liu Kang va Kung Lao. Birinchi qismda Kung Lao o'lgandi va ikkinchi qismda uni tiriltirib ukasiga qarshi jang qildirishdi va birinchi qismdan ko'ra ikkinchi qismda Liu Kang ancha kuchayibdi, yangi qobiliyatlarni o'rganibdi. Shu mashqlari va kuchlari bilan turnirda akasini yengib o'ldiradi. Chunki boshqa iloji ham yo'q edi. Bu jang ham xuddi Scorpion va Noob Saibot jangiga o'xshab juda dahshat bo'lgan va jangni va o'zi umuman olganda Mortal Kombat 2 ni ko'rishni hammaga tavsiya qilaman. Juda ham qiziqarli, qonli va janglarga boy bo'lgan. Ko'rayotganda umuman zerikib qolmaysizlar. O'zbek tilida chiqsa, men Film News Telegram kanaliga tashab qo'yaman va agar qiziq bo'lsa, Mortal Kombat 3 haqida ham video chiqaraman. Film hozir kassada omadsiz bo'lyapti, lekin bu degani film yomon degani emas. Aksincha, ba'zi bir filmlardan o'lsa-o'liga ortiq. Xullas filmga men 10 dan 10 qo'yaman va 3-qism chiqishi rasmiy tarzda tasdiqlansa, buni Telegram va Film News kanalimda aytib qo'yaman. Qanaqadir kinokompaniyalardan yoki o'zim va reklama yo'qligi uchun har doimgidek o'zimni necha yil dizaynerimni sizlarga tavsiya qilaman. Ya'ni avtomatik dizayner adamsam, o'qitlar 3 yildan oshiq professional dizaynerlar ham hech kamchilik qilinadi va juda sifatli, o'z vaqtida, narx ham yaxshi, uncha qimmat emas. Hechki va portfolio kanallarini opsiyasida qoldiraman. Bemalol o'tib zakaz berishingiz bo'ladi. Hozircha shu bugungi videoda sizlar bilan Mortal Kombat 2 filmi haqida gaplashdik va video haqida va film haqida savollar bo'lsa, kommentariy ochiq bemalol savollarni berishingiz bo'ladi. Oxirigacha ko'rganlar uchun rahmat. Shunaqa qiziqarli videolarni chiqaraman, shu uchun kanalga obuna bo'lib, like bosib, shunga o'xshagan qiziqarli videolarni o'tkazib yurmaslik uchun qo'ng'iroq tugmasini bosib qo'yinglar. Bosib qo'ygan bo'lsanglar hozircha xayr. Keyingi shunga o'xshagan videolarda ko'rishguncha faqat kanalga obuna bo'lib qo'yish esdan chiqmasin. Baraka, Quan Chi, Scorpion, Bihan, Kano. Let's fucking go. Mortal Kombat 2, May 8th. Get tickets now. Experience it in IMAX. Rated R. Darkwave.